Assalomu alaykum. Men O'zbekiston Respublikasi fuqarosi Najiyev Doston, Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani, Konchilar qishlog'i, Tashabbuskor ko'chasi 79-uyda yashovchi fuqaroman. Ushbu murojaatim shundan iboratki, gaz hisoblagichlar ishlab chiqaruvchi tashkilotlar, bu tashkilot Toshkentda joylashgan ekan. Zikr degan sho'chi ishlab chiqaradigan tashkilotga, viloyat gaz kontoraga, tuman, yana shu nima bilan prezidentimizga murojaat. Yilda har yili shu paytda, ayni qishni chillasida, sovuq paytda sho'tchigimizni Toshkentda o'sha Zikr kompaniyasi qoplab qo'yayapti ekan. Sho'tchida ishlab chiqaradigan kompaniya qoplab qo'yayapti ekan. O'tgan yili shu voqea bo'ldi. 200 ming so'm shopirga berib Toshkentga jo'natdik, olib kelib berdi. Sho'tchigimizni olib kelib qo'ydi. Mana hozirgi kunda ishlab kelyapti turgan narsa yana qishga kelib shu paytga kelib qoplandi. Hozir bolalarim uyda kasal yotibdi. Istimalab yotgan holatda. Endi hozir gaz kontoraga telefon qilib chaqirsak, gaz kontoradan kelishib, gaz kontoraga o'zlaring chiqasizlar, deyapti. Uyda ayolim yolg'iz, bolalarim bilan 3 nafar farzandim bor. Hammasi hozirgi kunda o'sha mavsumiy kasallik, qish kasalligini isitma bilan yotishibdi. Hozir uyimda gaz yo'q. Nima qilishimiz kerak? Yilda shu muammo bilan ro'para bo'laverishimiz kerakmi biz? Gaz, suv, shu muammolar o'zimni собственный pulimga, ishlab topgan pulimga tortganman, liniyalarigacha, sho'tchilarigacha olib kelib qo'yganman. Deb bag'i yilda shuna muammo qilishadi, yo xalqdan pul undirishmi, ortiqcha rasxod qildirishmi? Hozir bilmay turibmiz hozirgi kunda. Kimga murojaat qilsak, otangga bor, onangga bor, unga bor, bunga bor. Hozir gazni yoqib bermayapti xullas. Shu murojaatim endi shu yetib borish uchun video murojaat qildim. Rahmat hammalaringga.